Assalomu alaykum. Kia Bongo 3 bir tonnali avtomobilimiz 2023-yil 137 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i dizel. Narxi 15.500.000 won. 10,5 ming dollar. Shunaqa to'g'ri keladi. Mashinamiz salon holati. Avtomat korobka. Polisa rejim o'sha ekan. Mashinamiz yuz belgilari, AUX'lari bor. Mikrofon turibdi. Monitor yo'q. IPS bor. Black box'ni olib qo'yib shekilli ko'rinmayapti. Mashinamizga kalit tushadi. Ruldagi knopkalari hammasi joyida. Salonlari ham koja ideal holatda. Mashinamizni bu yerda zanglagan joyi bor ekan. Kuzov toza lekin. Balon orqada mana ikkitali balon holati ideal. Kabinkasi ko'rib turishlar mana o'ta uzun, bir tonnali Kia Bongo 3. Bu yoqda balon mana ideal holatda. 15.500.000 won, 10.500 dollar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ideal holatdagi Kia Bongo avtomobilimiz pul topadigan joyiga mana mashinani undadi.